Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala'da madad so'rab, Allohning nusrati haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Avvalambor Alloh subhanahu wa ta'alaning bir sunnati haqida aytib dars boshlaymiz. Allohning mudovvala sunnati bor. Ya'ni sunnatlar haqida buni ilohiy sunnat darslarimizda batafsil aytgan edik. Mudovvala sunnati shuki, kunlar aylanadi, holatlar o'zgaradi. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Har kuni Alloh taolo bir holatni o'zgartiradi. Ya'ni kimdir kasal bo'ladi, kimgadir shifo beradi, kimdir qamaladi, kimdir qamoqdan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo Robbul alamin koinotni boshqaryapti. Va tilkal ayyamu nudaviluha baynan nas. Alloh taolo aytadiki, bu kunlarni biz odamlar o'rtasida biz aylantiramiz deyapti. Kunlar aylanadi, holatlar o'zgaradi. Bu sunnat bu. Ya'ni sunnat degani Allohning ishi bu, o'zgarmaydigan ish. Valan tajida li sunnatillahi tabdila. Allohning sunnatini o'zgarganligini hech vujudi yo'q, topolmaysan uni. Valan tajida li sunnatillahi tahwila. Allohning sunnati boshqa joyga tushganini ham ko'rmaysiz. Masalan, zolimlar qolib mazlumlarga o'tib ketmaydi. Ayni joyiga, vaqtida Allohning sunnati bir xil. Ya'ni Allohning bandalari oldindan shunday bo'lib kelgan, butun odam yaratilgandan beri odamlarga nisbatan bo'layotgan Allohning sunnati bir xil bo'lib kelyapti. Zolimlar haqida Allohning sunnati qanday bo'ldi va hidoyatdagi Allohning sunnati qanday bo'ldi? Bu haqda albatta qayerda bir ya'ni qalbimizga kelib qolgancha aytib o'tyapmiz, qayerda sunnat ma'nosi kelib qolsa. Bu juda katta ilm. Allohning sunnatlarini bilish katta ma'rifat bu. Ana shu sunnatlardan biri mudovvala sunnati. Ya'ni bu mudovvala deganda holat o'zgaradi. Ya'ni boshqacha aytganda, bu mudovvala sunnati ichiga kiradigan yana bir sunnat bor, ibtilo sunnati. Alloh sinaydi, imtihon qiladi. Bizni o'zi zotan imtihon uchun yaratganligini Alloh taolo aytdi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jinni ibodat uchun yaratdim dedi. Ya'ni ibodat uchun yaratilgandan keyin u ibodat ma'nosini ko'rish uchun Alloh taolo ularning qalbidagi asosan qalbidagi narsa chiqish uchun ularni qiyinchilikka solish kerak. Xuddiki tilloni ichidagi yaxshi narsani yaxshi bilan yomonni ajratish uchun tagiga olov yoqqanday. Bu hayot mana shunday bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Buni ana shunday qabul qilishimiz kerak. Hech qachon bir Allohning sunnatidan qochib ketaman yoki bir tinchroq joyga borib yashayman. Haligi aytgandek o'zbek yo'q joyda izlab yurayotgan odamlar bor. Qayerda o'zbek yo'q ekan bir xotirjam yashay deb, xuddi o'zbek unga bir yomonlik qilgandek. Ya'ni Allohning sunnatidan hech kim qochib qutula olmaydi. Hamma joyda bor. Qayerga boring, imtihon bor, ibtilo bor. Borgan joyingizda sizga bitta yo yomon qo'shni chiqadi, yo bir zolim odam chiqadi sizga. Qayerda bo'lsa, o'zi ko'pda zolimdan qochib kelsangiz, bu yoqda ikkita zolim sizni kutib o'tirgan bo'ladi. Yana bu yoqdan boshlanadi. Hech bo'lmagan taqdirda, masalan, uylanib oladi, keyin o'zini o'zi bo'lib qoladi. Unga kim aytdi uylansin deb masalan. Ana muammo. Hamma muammo boshiga o'zi baloni orttirgan, boyagidek tinchgina yursam bo'lmaymi dedi. Yo'q, bu sunnat. Buni shunday qabul qilishimiz kerak. Bu sunnatni mana shunday qabul qilishimiz kerak. Ya'ni biz qiynalishimiz kerak ekan deganda. Robbana ba'id bayna asfarina. Biz safarlarimizning o'rtasini uzoq o'zi baloni orttirib yuboradigan odamlar. Xullas, bu sunnat Alloh subhanahu va taoloning sunnati, ibtilo sunnati, imtihon bo'ladi va bu shunday narsaki, qancha qiyinchilik qattiq bo'lgan sari odamning kimligi aniq bo'lib boraverar ekan. Mana shu qiyinchiliklarda munofiqlar, qalbida kasali bor odamlar lop deb chiqib qolaverar ekan. Birinchida chiqmagan odam ikkinchisida chiqadi, ikkinchisida chiqmagan odam uchinchisida chiqadi. Ya'ni Alloh biladi kimni qachon nimaga chiqishini. Masalan, har xil imtihonlar bo'ladi. Biz uni bilmaymiz. Masalan, shunaqa imtihonlar keladi. Masalan, iqtisodiy imtihon keladi, siyosiy imtihon keladi, kasalliklar bo'lishi mumkin, har xil narsa bo'lishi mumkin. Mana bu narsa haqiqiy qalbida Allohning ma'rifati bor bo'lgan, Allohni tanigan, Allohni Robb deb tan olgan, dini islom deb tan olgan, Rasulullohni o'zimga yo'lboshchi, sirojim munir deb tan olgan mo'min qalblar bunda pishib boraveradi. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ularning iymoniga yana iymon qo'shilib kuchayib boraveradi borgan sari. Bu yoqdagi munofiqlar bo'lsa, qalbida kasali bor odamlar chiqib qolaveradi, xuddiki suv ustiga chiqqan yog'day chiqib qolaveradi. Xuddi haligi bir paytlar bir baliq ovchilari bo'lardi. To'kulab
ulaydi, ko'rgansizlar. Bitta urgandan keyin shunday chiqadi. Yana ursangiz yana chiqaveradi. Endi ko'proq ursangiz katta laqa baliqlar ham chiqadi tagidan. U bitta urishda chiqmaydi u. Birinchi urishda maydalar chiqadi. Keyin uni ushlagan odamlar biladi, birdan ma'qullayaptiman. Katta baliqlar ko'p urgandan keyin chiqadi. Ya'ni xuddi shunga o'xshab ketadi, ya'ni. Bu hayot mana shu to'kurganday tarsillatib kelib uradi, qayerdan urganini bilmay qolasiz. Buni Alloh uryapti. Alloh subhanahu va taolo mana shu qiyinchilikni boshimizga keltiryapti. Bo'lmasa Sayyidul Bashar Rasululloh yegani non topmay yurishlari nima degan gap? Masalan, Alloh eng yaxshi ko'rgan banda mutlaqo odam alayhisalomni yaratgandan boshlab qiyomat kunigacha eng yaxshi ko'rgan kishisi Rasululloh yegani ovqat yo'q, non yo'q, masalan, och uyda o'tirib chidolmaganlardan ko'chaga chiqqanlarida maqsam aka deb chiqsalar, Abu Bakr bilan Umar chiqib o'tirgan bo'lgan ko'chaga. Ha, tinchlikmisiz Rasululloh uyda qorin och qolib ketdi, chidolmay chiquvdik degan. Ikkalasi ham. Men ham shu uchun chiquvdim, yuringlar deb turib Abul Haysamni uyga bordilar. Bordilar va o'sha mehmondorchilik bo'ldi, oldin aytib bergandik buni. Sayyidul Bashar, ya'ni qornilariga tosh boylab yurganlari Rasululloh. Bu nima uchun bu? Ko'ryapsizmi? Yoki Rasulullohning yoniga kelgan odam butun uvali-juvali bu boyib ketavermagan. Boyib ketavermagan. Mana Huzayfaga bir tobiinlardan birisi aytgan, sizlarga maza bo'lgan Rasulullohning yonida yurgansizlar, lekin baribir ham qoniqarli emas sizlarda holatlaring. Agar biz bo'lganimizda edi Rasulullohning yonida boshqacha qilardik. Xuddi hozir bizga o'xshagan gap odamlar gapida bu. Men bo'lganda ko'rsatib qo'yardim degan gap. Shunda Huzayfa juda qattiq g'azablanib ketgan. Sen hali nima deyapsan degan. Shunaqangi vaqtlar bizning boshimizdan o'tgandiki, deb Xandaq g'azotidagi holatda aytib berganlar. Havo sovuq, qorin och, vahima qattiq. Dushman shunday 4 metr bu yoqda turibdi dushman. Kelib turibdi eshik tagiga. Ana shu paytda Rasululloh aytayaptilarki, sallallohu alayhi vasallam, kim ularning xabarini bilib keladi? 3 marta aytdilar, hech kim chiqmadi. 3 marta aytdi. O'shandan keyinki o'zlari 3 martadan beri aytayapman, jim o'tiribsan sen. Tur o'rningdan dedilar Huzayfaga. Huzayfa meni ismimni aytganligi uchun majburiy turdim dedilar. Ismimni aytganlari uchun meni turdim. Bo'lmasa holat og'ir edi degan. Sovqatishdan, qorin ochligidan, sovuqlikdan qaltirab yotibman degan. Qaltirab yotibman. Shunda Rasululloh bor xabarini bilib ket deyishlari bilan xuddi hammomdan chiqqanday isib ketdim degan. Borib, ya'ni voqeani aytib bergandik, bor xabarlarni bilib kelgan. Mana shunday joygacha olib boradi. Hattoki payg'ambar va unga iymon keltirganlar Allohning nusrati qachon devoradi. Hatta yaqular rasulu vallazina amanu ma'ahu mata nasrulloh. Allohning yordami qachon? Ala inna nasrullohi qarib. Allohning yordami yaqin. Mana hozir kunlarda bo'layotgan voqealarni qarang. Mana G'azzada bo'layotgan ishlarni qarang. Yahudlar qanchalik darajada bir aybsiz shundoq yashab turgan musulmonlarni joyini tortib olish uchun, ochiqdan ochiq joyini tortib olish uchun shuncha musulmonlarning ichida bu yoqda kuchli davlatlar bor. Bu yoqda Misr bor, Saudiya bor, Turkiya bor, Urdun bor, Suriya bor. Butun musulmon davlat, atrof hammasi musulmon davlat. O'rtada mana shu joyda berasan deb haydab yuborish uchun odamlarni tinch turgan joylarga odamlarning ustiga bombani olib har kuni nechtalab yoshlar, go'daklar o'lyapti. Otalar o'zining farzandini o'ligini ko'tarib o'tiribdi qo'liga. Agar bu hozirgidek internet bo'lmaganda edi, hozirgidek bu tomoshalar bo'lmaganda edi, balkim bilmasdik biz, lekin har kuni kunlik xabarni ko'rib o'tiribmiz mana. Shunchalik jur'atli ular, shunchalik jur'atliki, ko'rsa ko'ravermaydimi? Ko'rsa ko'ravermaydimi? Ular bir-biriga tarqatsa tarqatavermaydimi? Biz qilganimiz ham yo'q ham demaydi. Shunchalik darajada jur'atliki, chunki ular musulmonlarni tajriba qilib ko'rdi, ahvolimizni ko'rdi, 2 qadam oldinga, 1 qadam orqaga, 2 qadam oldinga, 1 qadam orqaga. Sulhlar qachon bo'lsa musulmonlar bilan bo'lgan sulhlar, o'shanda qatnashgan musulmonlar Hudaybiya sulhidagi sulhni dalil qilib qatnashgan. Hudaybiyada Rasululloh xo'p deganlar. Biz kecha Hudaybiya sulhidagi nimalarni, bandlarni bitta-bitta ko'rib chiqsak, hammasi izzat ekan. Lekin hozirgi kundagi xo'p deyishlar, birinchi xo'p deyishlar Yahudiylarni davlat qilishiga xo'p deb qo'l qo'yib berilgan. Musulmonlar hech qachon ularga qaytanki kofirlar musulmonlarni tan olgan unday Hudaybiyada.
hozir bo'lsa ularni yo'q joydan ular kelganda odamlar Yevropadan u yoqdan bu yoqdan kelganda odamlar joy so'rab kelib yaqin tarixgacha ularni bir to'da deb aytilinardi, endi davlat deb aytilinyapti. Bo'lib ham yonida o'sha davlatning egalari mahalliy xalqni urib, haydab, portlatib, terrorist deb ularni chiqarib boryapti. Bunga musulmonlar tomosha qilib turibdi hamma. Bu narsalar bejiz emas. Fala tahsabannalloha g'ofilan amma ya'malu zolimun. Zolimlar qilgan ishlardan Allohni hech g'ofil deb o'ylamang. Alloh taolo bularni innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Qiyomat kuni uchun kechiktiryapti. Qiyomat bor va ungacha imtihon bu. Mana shu imtihon qanchalik qattiq kelsa, shunchalik darajada odam sinaladi. Iymonli odamning iymoni ziyoda bo'ladi. Munofiq va qalbi kasal bo'lgan odamlar chiqadi, bitta chiqadi. Birinchisida chiqmasa, ikkinchisida chiqadi. Haliga aytganimizdek, birinchi urushda chiqmasa, ikkinchi, keyin uchinchi baribir chiqadi. Alloh chiqarmay qo'ymaydi. Liyabluwakum, mana Alloh taolo aytayapti, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarni imtihon qilishi bu sunnatul mudavvala va ibtilo sunnati. Alloh subhanahu va taolo bu kunlarda aylantiradi va tilkal ayyamu nudaviluha baynan nas. Alloh taolo bularni aylantiradi, kim sodiq, kim munofiq ekanligini ajratish uchun. Mana shu holatda bizga Alloh taolo bir ajoyib bir namunani aytib berdi. Yer kurrasi unaqangi xalqni ko'rmagan. Yer kurrasida oldindan oldin ham bo'lmagan, keyin ham bo'lmagan 1400 ta sahobiy bittada Alloh taolo ulardan rozi bo'ldim men shulardan degan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Jobir roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Jobir aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bay'atga chaqirdilar Hudaybiyada va aytdilarki, sizlar bugun yer ahlini yaxshisilar dedilar. Bugun yer ahlini eng yaxshisi odamlari sizlar dedilar. Ya'ni Rasulullohning shahodati bilan xayrun nasblar. Odamlarning yaxshisi o'sha 1400 ta sahobiy odamlarning yaxshisi o'sha odamlarga Alloh subhanahu va taolo ulardan rozi bo'ldi va ularning qalbiga sakinat tushirdi. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi sakinat haqida o'zi aytmoqchi edik. Sakinat bu qalb xotirjamligi. Buni tuma'ninadan farqi bor, ya'ni sakinat bilan tuma'ninaning farqi, tuma'ninada bu sabablar bilan bo'ladi. Ya'ni sabablar ko'p bo'lsa, odam xotirjam bo'ladi. Masalan, bir yilga ovqatingiz bor yeyishga, siz xotirjamsiz. Bu arab tilida tuma'nina deyiladi. Ammo sakinat bo'lsa, bu Alloh tarafidan beriladi, hech qanday sababsiz. Hech qanday. Mana Rasululloh g'orda turganlarida nima sabab bor? Ko'p aytdik buni. Sabab nol. Hech nima yo'q. Lekin fa anzalallohu sakinatahu alayhi va ayyadahu bi junudin lam tarawha. Alloh taolo o'zini sakinatini u kishining qalbiga tushirdi. Xuddi shunday bu Rasulullohga tushirgan sakinat deb Alloh taolo ko'p o'rinlarda, mana 6 ta o'rinda Qur'onda sakinatni aytdi. Birinchisi Baqara surasida aytdi. Baqara surasida, lekin uni sakinatga loyiq emas odamlarni aytdi. Sakinat keldi. Fihi sakinatun min robbikum va baqiyatun mimma taraka alu Musa va alu Harun tahmiluhul malaika. Farishtalar ko'tarib kelyapti sandiqni. Farishtalar ko'tarib kelganligini ko'ryapti. Lekin odam loyiq bo'lmagandan keyin nasib qilmas ekan, ola olmadi uni. Bu nasib qilmagan odamlar bu. Ikkitasi Tavba surasida mu'minlar haqida Alloh subhanahu va taolo aytgani, bittasi Hunaynda sakinat tushirganligi, bittasi Uhudda. Lekin Uhuddagi holatda Alloh taolo bizga tafsilotini aytib berdiki, unda ya'ni minkum man yuridud dunya va minkum man yuridul axirah. Sizlardan dunyo istagan va oxirat istagan odamlar bor edi. Demak, bundan biz bilamizki, sakinat ham odamlarning darajasiga qarab, loyiqligiga qarab keladi. Buni ahliga keladi. Hozir biz shu kunlarda, xosatan shu kunlarda bu ilmga juda katta muhtojmiz. Qalbimizdan sakinat yo'qolgan, xotirjamlik yo'qolgan, xavf bor. Hattoki xavf shu darajadaki, yahudlarni, din dushmanlarini ulug'laydigan darajada xavf. O'shalarni maqtaydigan darajada, ularni pulini maqtash, ularni massonlar unaqa ekan, massonlar bunaqa ekan, ular avliyolar, ular qadarni yozayotgan odamlar, ana $20 bunday buklab bunday qilsang, falon narsani tarixi chiqar ekan. Shunchalik darajada bular ya'ni biladigan odamlar ekan. Ular kim o'zi mezonga soling, ya'ni mo'min odamning ko'zi bilan qarang.
Alloh bizga bergan ilm bilan qarang, ular la'nati odamlar. Duribat alayhimu zillatu val maskana. Ularga kambag'allik, miskinlik urib qo'yilgan odamlar ular. Mana shu ko'z bilan qarang ularga. Lekin ularga hozir Alloh taolo bunday imkoniyatni berishi, biz aytganimiz kabi bu sunnat bu. Ya'ni zohir ko'rinishda mana shunday ko'rinadi. Nima uchun? Bu yoqdagilarni imtihon qilish uchun. Bekorga ko'rinmayapti. Haligi o'lgan bolani bugun men bir nima ko'rib qoldim. Bolachani boshini otasi ko'tarib o'tiribdi. Hech aybi yo'q bola, ya'ni unga hech qanaqangi bir boshqa gap yo'q-da. Dunyo ko'ryapti buni. Dunyo ko'ryapti, lekin musulmonlar hamma jim, hamma o'zini hayoti bilan ovora. Asosiy sabab hozir mana Alloh subhanahu va taolo buni sababini aytgan mana Yunus surasida innallazina la yarjuna liqa'ana va radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha vallazina hum an ayatina g'afilun. Mana sabab oxiratni istamaydigan, dunyo bilan rozi bo'lgan odamlar va xotirjam bo'lgan dunyo bilan va bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan odamlar. Mana shu odamlar Allohning oyatidan g'ofil. Oyat bu, masalan bitta bolani o'ligini otasi ko'tarib dunyoga ko'rsatishi bu oyat bu. Kavniy oyat bu. Alloh taolo ko'rsatyapti. Mana qara ahvolni. Yoki Allohning oyatlari tarobiylarda o'qilyapti, tilovat qilinyapti, tahajjudlarda o'qiyapmiz. Hamma masjidimizda xatm bo'lyapti, alhamdulillah. Hamma masjidlarimizda xatmlar bo'lyapti. Lekin u oyatlardan kim ta'sir olyapti, kim undan iymon olyapti? Vallazina hum an ayatina g'afilun. Bular oyatlarda g'ofil. Sabab nima? Sabab, birinchi sabab ular Allohga yo'liqishni esdan chiqarib yuborgan odamlar. Ikkinchi sabab dunyo hayoti bilan rozi bo'lgan. Varadu bil hayatid dunya watma'annu biha. Ular dunyo hayoti bilan rozi bo'lib, o'shanga xotirjam bo'lgan. Faqat dunyodan gapiradi. Dunyo, tijorat, dunyo. Agar oxiratdan, oyatdan, Alloh haqida gapirilsa, uyqusi keladi uni. Quloqiga kirmaydi. Yoki achchig'i ham keladi ba'zan. Bo'ldi endi deydi. Toza jonga tegdi mana shu odam deydi. Qachon bo'lsa shu bitta gapni gapirar ekanda degan gaplar bo'laveradi. Chunki uni dunyo uni xotirjam qilib qo'ygan. Gaplashsa ham faqat dunyoni gapiradi. Duo qilsa ham dunyoni duo qiladi. O'zini hayotini gapirib bersa ham, ikkita qizim chiqardim, ikkita o'g'limni uylantirdim, uyli joyli qildim, xuddi risolatni ado qildim degandek hamma narsani bajarib bo'ldim. Bu hayotdagi vazifasini o'da bo'lgan odamday o'zini tanishtiradi. 9 ta nevaram bor, 5 ta balam bor, qizlarim hammasi uyli joyli bo'lib ketgan, o'g'illarim hammasi uyli joyli. O'zim umraga borib keldim, hajam qilib kelganman. Bo'ldi, o'sha maqsad tugagandek xuddi. Va duo qilinsa ham faqat to'y bo'lsin. Biring ming bo'lsin, minging laki bo'lsin. Alloh taolo beraversin, topganing to'yga buyursin, to'y tomoshalar bo'lsin. Faqat to'y tomosha, faqat to'y tomosha. Bo'lsin, mayli to'y tomosha bo'lsin. Hech kim ham ta'ziya bo'lsin demaydi. Lekin naryoqda ham o'ylaylik, bir Alloh gunohimizni mag'firat qilsin. Bu Allohga yo'liq etganligini odam o'ylasin. Ya ayyuhal inson innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqih. Sen Robbingga qarab ketyapsan, bir kun yo'liqasan. Ya'ni biz o'limimizga yo'liqishni aytayapti, Allohga yo'liqishni aytayapti. Biz Alloh taolo bizni kutib turibdi degani bu degani. O'limimiz bizni kutib turibdi. Bizga yetib oladi emas, balki biz boramiz ekan. Mana bu narsada Alloh subhanahu va taolo bizga andoza dars berdi. Rasulullohni payg'ambar qilib yuborilgandan boshlab to vafot etish paytlarida Allohumma fashhad deb guvoh bo'lgin, meni yetkizdim deb Rasululloh risolatni yetkizdilar. Mana shu holatda Alloh taolo bizga bir ajoyib bir misol keltiryaptiki, sahobalarning misoli. Mana Jabir roziyallohu anhu aytganlaridek, sizlar bugun yer ahlini eng yaxshisi sizlar dedilar. Ana shu odamlardan Alloh rozi bo'ldi va ularning qalbiga Alloh sakinat tushirdi. Ya'ni ularga ko'zga ko'rinmaydigan askarlar bilan ularni quvvatladi. Ko'zga ko'rinmaydigan askar, mo'min odam mana shu tomonlariga, ya'ni iymon keltirgan, sabablarga suyanib qolmagan, sabablar bilan aldanib qolmagan, sabab kelsa g'ururlanib ketadigan, sabab yo'q bo'lsa bo'ldi deydigan odam emas mo'min odam. Mana bu narsa nima uchun biz ko'p takror gapiryapmiz? Bunga har kuni takrorlashga kerak bo'lsa ehtiyojimiz bor. Ko'rmaysizmi mo'minlarni psixolog izlab yurganligini? Mana buni ko'rib holatimizdan odam achinasanki, psixolog istab yurgan mo'min, u agar qo'pol bo'lsa mo'min emas u degiz keladi-da, ya'ni haqiqiy kofir degani emas.
haqiqiy ma'noda mo'min emas u. Chunki mo'min odam o'zi iymonda agar ma'nosini tushunsa, hech qachon psixologga muhtoj bo'lmaydi. Allohni eslash bilan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar xotirjam bo'ladi. O'zi Allohni eslash bilan odam qalbi xotirjam bo'ladi. Mana shu narsaga bizga tarixiy misol sahobalarning misolini Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib berdi. Bular shunday bir odamlar ediki, Alloh ularni tanlagan, Rasulullohga sohib bo'lish uchun tanlagan. Kecha bir majlisimizda iftor qilib turib bir kishi gapirib qoldi, men e'tiroz bildirishga nimam bo'lmay qoldi. Imkoniyat bo'lmadi odamlar ko'pligi uchun. Hozirgi davlat rahbarlarini gapirib turgan holatda Umar ibn Abdulazizdek bo'lsa, o'sha paytda Umaviylardan 11 ta xalifa o'tgan bo'lsa, 10 ta dedimi? 10 ta xalifa o'tgan bo'lsa, bittasi Umar ibn Abdulaziz bu Rasulullohning xilofat davriga o'xshadi, qolgan 9 tasi nimaga Muaviyga o'xshadi deyapti. Ya'ni Umar ibn Abdulaziz afzalmi, Muaviya afzalmi degan savolga Imom Ahmaddan so'ralinganda aytganlar. Muaviya roziyallohu anhu Rasululloh bilan qilgan jihodlaridagi burniga kirgan changi Umar ibn Abdulaziz va uning oilasidan afzal degan. Mayli adolat qilgandir. Alloh ajrini bersin, adolat qilgan haqiqatan, lekin u sahobiylik fazliga yetisha olmaydi hech kim. Ularni Alloh ixtiyor qilgan odamlar, shu sahobalar haqida bizda ya'ni to'liq darsimiz bor edi. Bu juda muhim narsa bizning manhajimiz uchun, ya'ni hatto iymonimiz uchun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sahobalarga aytayaptiki, agar sizlar iymon keltirganday iymon keltirsa hidoyatda yuradi. Demak, sahobalarning iymoni bizga mezon iymonimizga. Ya'ni al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sahobalarga aytayapti, sizlarning dinlaringni komil qildim men, deyapti Alloh taolo. Sahobalarning dini, o'sha kundagi din, undan boshqasi bid'at bo'ladi degan. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ularni bizga juda ham hayotiy tirik misollar qildi. Mana shularda bizga Hudaybiya sulhidagi holat juda katta dars bo'ldiki, o'zi chiqib kelishlari ularda mana 2-3 darsdan oldindan beri aytayapmiz. Holat juda ham jiddiy va qiyin holat. Shuning uchun ham munofiqlar chiqa olmadi. Nechta munofiq bordi Madinada? Bitta ham chiqib, bitta Jadd ibn Qays degan munofiq keluvdi, u ham tuyani tagida yashirinib qolib ketdi. U ham qatnasha olmadi. Bo'lmasa bitta munofiqida 1400 ta odamning ichidan bitta munofiq unga ham nasib qilmayapti bay'at qilish. Bu Alloh subhanahu va taoloning xohishi. Chunki bu holat qiyin. Hozir aytdik-ku, ibtilo, ya'ni ibtilo qiyin bo'lgandan keyin haligi nimalardadir o'ylaganda u bechara u ham endi. Ya'ni o'zicha o'ylagan, agar ertaga holat boshqa bo'lib ketsa, Quraysh bularda hammasini jazosini bergan kelganda men aytamanki, men hamma guvoh tuyani tagida yotuvdim. Mana palonchilar ko'ruvdi meni deyish uchun-da boshqa nima qilyapti dedi. Yolg'ondan bo'lsa ham bir bayat qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb. Yo'q, holat shunchalik qiyin bo'lgan. Demak, o'sha paytdagi sahobalarning qalbini biling. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, fa'alima ma fi qulubihim. Ularning qalbidagi narsani Alloh bildi, o'shandan keyin rozi bo'ldi. Demak, bu sakinat juda ham katta bir narsa. Ana Urvat ibn Mas'ud elchi bo'lib kelgan paytdagi sahobalarning holatini ko'rib, Rasulullohni sallallohu alayhi vasallamni hurmat qilishlarini ko'rib, qavmiga borib aytgan gaplarini qarang. Men podshohlar bilan uchrashdim, Najoshiy bilan uchrashdim, Kisro bilan uchrashdim deb hammasini aytib, lekin birorta kishini ashabi Muhammadni hurmat qilganday, ulug'laganligini ko'rmadim. Bu qavm hech qachon Muhammadni sizlarga topshirib qo'ymaydi sallallohu alayhi vasallam. Ana shunday o'sha fikr bilan ketdi. Mana bu odam juda ham aqlli, halim odam edi, Urva. Shuning uchun ham ular tanlab shu kishini jo'natgan. Aqlli odam va odam taniydigan odam edi. Odamlarni qaraganda odamlarning kimligini biladigan odam edi. O'ta puxta, aqlli, qavmni sayyidi bo'lgan. Sahobalarning holatini ko'rgandan keyin mana shu bahoni beryapti. Dushman baho beryapti. Dushmanning bahosi bu. Bu shunaqangi odamlar. Ana shu odamlardan Alloh rozi bo'ldi. O'sha odamlarga qalbiga Alloh taolo sakinat tushirib qo'ydi. Mana bu narsaga biz hozir bu darslarga, bu narsaga juda ehtiyojimiz bor. Muhammad surasidagi nimadan biz manhajda o'rgandikki, bu hayot asli boshlanishi nima? Niyatimizni xolis qilish bilan, dinga ergashish bilan boshlanar ekan. Ya'ni bunda hech qanaqangi dunyo orttirish yo bir narsa emas, bu faqat Allohning fazli va rozichiligini istab kiriladi va Rasulullohning ortidan Rasulullohni sirojim munir deb orqalaridan yurish bilan
va bu hayotda ibtilo ekanligini tushunish bilan va oxiri nima Allohning rozichiligi va jannat bilan tugaydigan. Agar bu yo'lda sizlar oqsasalaring, bilib qo'yinglar, sizlarni ketkizib o'rnlaringga Alloh boshqasini olib keladi. Va in tatavallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Agar sizlar bo'yin toplasanglar, Alloh sizlarni ketkizib o'rnlaringga boshqani olib keladi, ular sizlardek bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi asrasin ketkizib boshqani olib kelishdan. Alloh hammamizni o'zining dinida ishlatsin. Diniga nusrat berishda Alloh taolo o'sha nusrat sabablaridan qilsin hammamizni. Alloh subhanahu va taolo mana shunday sahobalarni bizga namuna qilib ko'rsatdi. Ularning qalbiga sakinat tushirdi. Sakinat shunday bir katta narsa ekanki, Alloh subhanahu va taolo buni anzala sakinata deb aytdi. Anzala. Anzala degani yuqoridan pastga tushish degani. Demak, sakinat bir oliy narsaki, tepadan pastga tushadi degani. Va bu Alloh paydo qilayotgan narsa. Ya'ni buni to'g'ri kasbiy tomoni bor. Masalan, inson harakat qilib, masalan, darsimizning oxirida inshaalloh vaqtimiz qolgancha ba'zi bir sabablarni aytamiz sakinatni. Lekin asosan Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilayotgan ne'mat bu. Odamning qalbiga beriladigan. Ba'zi ulamolar juda ajoyib bunga tashbih berishgan ekan. Sakinat degani xuddiki tiniq suvning ustiga o'xshaydi. Suv tiniq paytda, shamol yo'q, hech qanday shamol yo'q paytda, suv tiniq paytda, ana o'sha paytda suvga qarasangiz, tagidagi narsalar ham ko'rinadi. Oyni ham ko'rasiz, quyoshni ham ko'rasiz, shundoq yulduzlarni ham ko'rasiz. Suvga qarasangiz, ichidagi o't o'lanlar, hamma narsa ko'rinadi. Inson qalbiga agar sakinat tushsa, mana shunday xotirjamlik bo'lar ekan. Odam birinchidan odamning ustida iztirob bo'lmaydi. U iztirob bo'lmaydi, ya'ni bittasini ikkinchi xotinga uylanganligini bilib qolgan paytda lovda yarachib ketganligini o'zim ko'rdim. Tinchlik o'tsam, uylanganimda enam bilib qoldi deyapti-da. Ya'ni onam bilib qoldi. Ona degani bu dunyodagi birinchi raqamdagi rahimli odam deganda unga. Agar dunyoni istasa, unchalik rahimlini topolmaydi odam. Lekin o'sha onasini bilib qolganligiga shunchalik darajada odam iztirobda. Shunga shunchami deysizda, masalan. Shunga shunchami? Ya'ni bu odamning yuzida agar Alloh asrasin bir vahima kelsa bor-ku, vahimalar kelganda bu ko'p holatlarda mana o'zlaringiz ham hamma eshitgan, bolasini o'zi bag'riga bosib o'ldirib qo'yganlar bo'lgan. Shu ketishda rahmatli Qordada aytib bergandilar. Shu bolasini bag'riga bosib haligi hijrat qilish nimalarida o'rislar kirib kelgan paytda bag'riga bosib ketib, bolasini mana shu holatda qarasa, qachonlar o'lib bo'lgan bolasi. Ya'ni ko'kragiga qoplanib qolib bo'lgan. Ya'ni ona o'zini bolasini hech o'ldirmaydi-ku masalan. Endi iztirobni ko'rmaysizmi? Masalan, shunchalik vahimaki qalbi bo'sh. Va asbaha fuadu ummi Musa farig'a. Musa alayhisolamning onasini ham qalbini Alloh taolo xuddi shunday bizga vasflab beradi. Musa alayhisolamni nimaga sandiqqa solib, qamishlarni ichiga solib qo'yishga Alloh ilhomlantirdi va bir qoziq qoqib, ipidan baylab qo'yib, keyin tortib, emizib, yana sandiqqa solib, yana qo'yib, bir marta o'sha ipni baylash esidan chiqib ketib qolgan. Emizgan bolasini da ipni baylash esidan chiqib ketgan, sandiq oqib ketgan. Bolasini emizaman deb kelsa, sandiq yo'q. Endi onani holatini siz tushuning o'sha paytda. Ana shu paytda Alloh aytayaptiki, fa asbaha fuadu ummi Musa farig'a. Ya'ni bo'sh bo'lib qoldi. Laula arrabatna ala qalbiha. Agar uni qalbiga biz agar qalbini mustahkam qilmaganimizda edi, ahvol boshqacha bo'lardi. Ya'ni inkadat la tubdi bihi. Uni ochib qo'ydi. Ya'ni Musa alayhisalom odamlarga aytib qo'ydiki, odamlar men bolamni sandiqqa solib qo'ydim, ko'rmadinglarmi, devoraydi deyapti. Iloji yo'q boshqa. Lekin qalbiga Alloh taolo mustahkamlik beruvdi, sabr qildida, aqlli ish tutdi. Qiziga aytdiki, bor suv yaqalab borqani, balkim bir joylarda ko'rarsan. Keyin qizi suv yaqalab, Musa alayhisalomning opalari katta qiz bo'lgan. Suv yaqalab borsa, sandiq o'zi Firavunning ishchilarining qo'lida, o'rtada bolachani olib turib, hamma tomosha qilayotgan holatini ko'rgan. Bolani emiza bilsa, emizolmayapti, hech kimning ko'kragini olmayapti va mana shunday holatda, ya'ni qalbiga Alloh taolo mustahkamlik bergan. Hatto Rasulullohga Alloh taolo aytayapti: "Va laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Agar ey Rasululloh sizning qalbingizga bir mustahkamlik bermaganimizda edi,
kofirlarga ozgina moyil bo'lib ketishingizga sal qoluvdi. Idan la azaqnaka di'fal hayat va di'fal mamat. Agar shunaqa qilayotgan bo'lsangiz, agar o'shalarga moyil bo'layotgan bo'lsangiz, sizda hayotda ham o'lgandan keyin ham 2 barobar azob bo'ladi degan. Lekin Alloh subhanahu va taolo bundan asragan, hatto Rasulullohni Alloh asrayapti. Demak, qalbida Alloh asrar ekan, Alloh mustahkamlik berar ekan, bu sakinatni Alloh beradigan sovg'a ekan bu. Alloh beradigan bir ne'mat. Bunga juda ham muhtojmiz. Lekin u sakinat kimga beriladi? Alloh aytayaptiki, huvallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. U Alloh mu'minlarning qalbiga sakinatni Alloh berdi. Ta'kid bilan huvallazi anzalas sakina, ya'ni u berdi. Boshqa hech kim olib kela olmaydi buni. Uni psixologdan ham izlab topa olmaysiz, boshqa joydan ham izlab topa olmaysiz. Alloh subhanahu va taolo beradigan narsa bu. Alloh qalbga mustahkamlik beradi va bundan oldin qilinadigan ishlar bor. Masalan, Alloh aytayaptiki, kimga berdi? Fi qulubil mu'minin deyapti, mu'minlarning qalbiga berdi. Demak, sakinat kelish uchun birinchi o'rinda odam mu'min bo'lishi kerak. Allohni Robb deb tan olgan odam qanchalik darajada tan olsangiz, shunchalik sakinat keladi. Ya'ni bu qiyin paytlarda mana Badrda sakinat kelganligini aytdi. Hattoki Badr g'azotida sahobalar uxlab qolgan. Kofirlar kelyapti ana yoqdan. Kofirlar kelyapti, ya'ni u juda katta kuch bilan kelyapti. O'zlari ozgina sonlik odam, lekin qo'lida qilichlari tushib ketayotgan darajada mudrab uxlayapti sahobalar. Bemalol, xotirjam, ya'ni Alloh qalbiga xotirjamlik solib qo'yganligini bitta ko'rinishi bu. Ana bu Allohni qalbga ribot, ya'ni mustahkamlik berib qo'yganligini. Nima uchun? Rasulullohga labbay deb javob berganlik barakasidan. Hudaybiyada Rasulullohga labbay deb kelgan. Munofiqlar kela olmadi, bitta bo'lsa ham men ajralib chiqib o'tiribdi-ku. Demak, bu holat qattiq. Holat qattiq, ana shu paytda labbay deb chiqdimi, buni mukofotiga Alloh taolo sakinat beryapti. Ya'ni avvalambor mu'min bo'lish kerak. Ya'ni sakinat sohibi bo'lish uchun, sakinatga loyiq odam bo'lish uchun odam mu'min bo'lish kerak. Alloh taoloni Robb deb tan olgan, Rasulullohni Sirojul Munir deb, yorituvchi chirog'im deb tan olgan odam bo'lish kerak. Ana shu odamning qalbidagi ma'rifatga ko'ra sakinat o'shanchalik keladi. Ya'ni bu ham kimga qanchalik bo'lishi mumkin. Hozir aytganimizdek, mana qarang, haligi ayol masalan bolasini o'ldirib qo'yishi juda katta fojia bu. O'sha ayolni bir tasavvur qilib ko'ring-da, o'lgan bolasini ko'rsa, o'zi quchoqlab bag'riga siqib o'ldirib qo'yganligida. Vahima juda qattiq, o'ris bu yoqdan bostirib kelgan, ayovsiz o'ldiryapti, otyapti. Hattoki buyruq bergan ekan, Lenin buyruq bergan ekanki, o'qni navot qilmanglar, so'yib o'ldiringlar degan ekan. O'qidan ham qizg'ongan, hatto otib o'ldirmanglar, so'yib o'ldiringlar degan. Mana shuncha fojialar, ya'ni bu rahmatli Qordada aytadilar, o'shanda deydi, ya'ni bir qarindoshini aytayaptiki, yuragi yomon o'lib qo'rquvdan o'lib qoladi deydi. O'sha holatni ko'rganligida. Juda ham ahvol og'ir bo'lgan, qiyin bo'lgan. Mana bu qiyinchiliklarda, ya'ni odam qanchalik darajada sizda oldindan fundament deymiz, u poydevor tayyorgarlik bo'lsa, ilm poydevori bo'lsa, ana shu paytda sakinat sizga beriladi. Hech kimga berilmagan paytda sizga berilishi mumkin. Masalan, mana Bani Isroildagi holatda Alloh taolo aytadiki, Bani Isroilga Alloh taolo Baytul Maqdisga kiringlar deb buyurganda qo'rqoqlik qilgan. Qalu ya Musa inna fiha qawman jabbarin va inna lan nadkhulaha. Bu yerda jabbor odamlar bor, biz hech ham kirmaymiz. Ular chiqsin avval. Agar chiqsa bo'shatib bersa kirishimiz mumkin. Gap bo'shatib bersa kirasan bu yerga deng. O'shanda ikkita odamni Alloh misol qilyapti. Qala rajulani minallazina yakhafun. O'sha qo'rqoqlarning ichidan ikkitasi aytayapti. Ya'ni u odam ikkita odam aytayapti. U ikkita odam chekkadan kelgan odam emas ular. O'zga sayyoradan kelgan yo boshqa shahardan kelgan yoki payg'ambarlardan bo'lgan odam emas. Minallazina yakhafun. O'shalarning ichidan chiqyapti u. O'sha qo'rqayotgan qo'rqoq odamlarning ichidan. Ular ko'rgan narsani ko'rgan, ular eshitgan narsani eshitgan, o'shalarni yegan qotini yegan. O'sha qavmning ichidan chiqqan odam. Lekin farqi an'amallohu alayhima. Alloh ularga inom qilgan odamlar. Udkhulu alayhimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum g'olibun va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. To'g'ri eshigidan kiringlar, g'olib bo'lasizlar, Allohga tavakkal qilinglar.
Allohga tavakkal qilishni bilish odam va Allohning buyrug'ini bajarish, mana bu narsa qalbga sakinat olib keladi. Buni misolini ko'rmoqchi bo'lsangiz, sahobalarni ko'ring. Odamga shunaqangi bir holat odamga shijoatlantiradi, bir ma'rifat beradi. Imom Ahmad rahimahullohni, Imom Ahmadni Mu'tasim olib kelishga buyurgan paytda u kishini Qur'onni maxluq deysan deb nima qilib, u kishini haligi qo'llarida kishan bilan, oyoqlarida kishan bilan Mu'tasimni oldiga olib ketilyapti. O'sha paytda Imom Ahmad aytgan ekanlarki, menga bir oddiy, kimligini bilmayman, bir oddiy odam kelib nasihat berdi. O'shani nasihati chalik hech kimning nasihatidan foydalanmadim deganlar. Kelib aytgan ekanki, qaysi Imom Ahmad kim deb kelgan ekan. Imom Ahmad kim tanimaydi ham o'zi. Keyin mana deb turib ko'rsatilgandan keyin ey imom degan ekan. Sen hozir juda katta sinovdasan, senga bu yoqda shuncha odam qarab o'tiribdi. Bu narsalar bilib qo'yginki, o'tkinchi narsa. Agar sen turib bermasang, kim turib beradi degan. Ya'ni bu narsalar o'tkinchi narsa, ozroq sabr qilsang o'tib ketadi emas degan. Lekin yashasang, baxtli bo'lib, aziz bo'lib yashaysan, agar o'lsang shahid bo'lib o'lasan degan. Vallohi o'sha narsa meni qalbimni ochib yubordi degan, ungacha katta o'y nima qilaman ekan degan baribir olim kishi bo'lgan bilan bir o'zi qoldi. Olib boryapti, hali nima bo'ladi, turib bera olamanmi, yo'qmi, fitna bo'ladimi? Ana shu narsa turib berdi, bo'lgandan keyin birdan xotirjamlik keldi qalbimga degan. Va yana xuddi shunday haligi qamoqdagi o'g'rini nasihatini ham aytgan joylari bor. O'g'ri kelib Imom Ahmadga aytgan kaltaklar, "Ey imom, sen bu kaltaklarni Alloh uchun yeyapsan, men buni o'g'irlik qilib yeganman nechtasin" degan. Ya'ni bunday o'ylasa, odamga xotirjamlik beradigan ilm bu. Ana shu narsa sakinatni Alloh taolo beradi, mu'min bo'lsangiz va taslim bo'lsangiz. Sahobalarga Alloh sakinatni berdi yoki mana Hunayn g'azotida 70-80 ta odam Rasulullohning yonida qoldilar. O'shalarni nimasini aytib beradiki, shunchalik katta kuch bilan Havozin katta kuch bilan kelyapti, 70-80 ta odam joyimizdan jilmay shuni oldinga qarab urib turardik degan. Va o'shanda Abbosga aytdilar, Rasululloh chaqir, muhojirlar chaqir, ansorlar chaqir. Hammasini chaqirgandan keyin ular xuddiki, ey muhojirlar, ey bay'at ashablari desa, sigir o'zini bolasiga qaragandek qaradi dedi-ku. Sigir yugurib ketayotganda o'zini bolasiga qaragandek qarab, shundoq to'xtab, qaytish iloji bo'lmasa, ulovidan tushib piyoda qaytib keldi Rasululloh oldiga. Yana o'sha jamoat, o'sha eski odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofida to'planib, yana Alloh subhanahu va taolo ularga o'zi ko'zga ko'rinmaydigan askarlar berdi, qalbiga xotirjamlik berdi va g'alaba bo'ldi. Mana bu narsa tarix yana o'zini takrorlayveradi, tarix o'zini takrorlayveradi. Hozir biz sakinatga shunchalik muhtojmiz. Qalbimizda xotirjam bo'lishga muhtojmiz. Lekin sakinat ahli bo'lishimiz uchun mana namuna sahobalardek bo'lishimiz kerak. Taslim bo'lishimiz kerak Allohga, Rasulullohga labbay deb javob berishimiz kerak. Bu dotvoy qilgan bilan ish bitmaydi. Bu sunnat, bu Alloh taolaning sunnati bu. Hozir hamma joyga gapiring, dotvoy qiling, foydasi yo'q, meni bir ting elmaydi, Yahudi ham boshqasi ham siz bilan bizni. Ochiqchasiga mana hamma ishlar ochiqchasiga bo'lyapti. Kuniga nechtalab bolalar, go'daklar, ayollar o'lyap, balisalarda urib portlatib yuboryapti masalan. Shunchalik darajada. Ulardan bittasini qoni to'kilsin, qancha vahima bo'lyapti. Lekin musulmonning qoni mana shunday holatda. Nima uchun? Ana bunga, ya'ni bu musulmonlar demak shunchalik nima bo'lganda Rasululloh aytganlarki, "Valakin g'usaun ka g'usa'is sayl." Xuddiki selni g'usa degani sel oqizib keladigan xas cho'pchalar. U suv qayerga oqsa shaqqa oqadi, suvga qarshi turib bera olmaydi. Va misoli go'yoki suv bu hayot oqimi bo'lsa, voqeaga qarshi turib bera olmaydi, voqea qaqqarab oqsa shaqqa oqib ketadigan poda to'da. Suv ustida ketadi ular. Mana shunga o'xshagan odam soni bo'lgan musulmonlar. 2 milliard musulmon, 2 milliard yotib o'zi yot bunday o'ylaganda bu yerda qarasangiz, bularning soni qancha? Shunchagina 4-5 million odam, 6 million odam, bo'lingki 13 milliondir, 13 million odam. Bu yerdagi shuncha milliard odamni o'ynatib ularni bilgan ishini qilishi bu nima degan gap bu? Qachon biz musulmonlar o'ziga keladi? Ana bu narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni ozroq narsalar yetishmaydi. Bu ko'p kitoblar o'qib, hali gap ko'p juda ham degani emas bu. Bitta narsa bilan odam tushunib qoladi. Bitta narsa. Mana Imom Ahmadni
bitta odamni nasihatni qalbini ochib yuboryapti. Hatto ana ikkita odam ham qola rajulani minallazina yakhafun. Haligi qo'rqadigan qavmning ichidan chiqdi ikkita odam ham. Lekin farqi an'amallohu alayhima. Alloh ularga inom qilgan edi, qalbiga mustahkamlik bergan edi. Ya'ni bu qalbga mustahkamlik berish, sakinat bo'lishi, ana o'shanda odam xotirjam bo'ladi, o'zini tutib oladi, dovdiramaydi. Masalan, nima qilishdi, nima deyishdi, masalan, o'lsak o'lamiz, mayli shahid bo'lamiz. Bundan qo'rqmaydi musulmon odam. Ya'ni musulmon odam o'lsa bo'ldi, niyatiga yetmay, u ajaldan mishkolni o'lib ketdi degan gap yo'q. Siz o'lsangiz u ham o'lyapti. Va ajallar belgilangan, u ajal yetmasdan turib hech bir odam sizni o'ldira olmaydi. Rizqingizni yemasingizdan turib birorta odam sizni o'ldira olmaydi. Xotirjam bo'ling bunga. Qo'rqoqlik umrni ziyoda qilmaydi. Jasurlik umrni qisqa qilib qo'ymaydi. Faqatgina hikmat bilan inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarida to'g'ri turib odam ishni yurg'izish kerak. Mana shuning uchun bizga eng kerakli narsa biz iymon masalasi, sahobalarning holatidan o'zimizga namuna olishimiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan namuna olishimiz, orqalaridan yurishimiz. Bo'lmasa buncha bu ko'p yil kerak bo'lgan narsa emas bu. Mana Sa'd ibn Muoz islomga kirdi, 7 yil ichida o'lishi bilan arsh larzaga kirdi. 7 yilda. Bizlar necha yildan beri islomda tug'ildik biz. Islomda tug'ildik hammamiz. Ota-bobolarimiz islomda tug'ildi. Lekin ahvolni qarang, qanaqa ahvoldamiz. Xuddi o'sha Yunus surasidagi aytgandek, dunyo hayotiga rozi bo'lgan, oxiratni unutgan, hech narsa bilan ishi yo'q. Radu bil hayati dunya va atma'annu biha. Dunyo hayoti bilan rozi bo'lgan va shunga xotirjam. Dunyom bo'lsa bo'ldi. O'ldirsang o'ldir, chimga teppa. Don berganda tovuq deganda kim don bersa o'shani donini yeb. Odam bu ahvol bu musulmonlar oti musulmon bo'lishi. Shuning uchun ham nusrat kelmaydi, shuning uchun ham qo'rqoqlik, shuning uchun ham hamma narsa musibat mana shuning orqasida. Shuning uchun musulmonlar ichida bir shunaqangi bir uyg'oq, ogoh bo'lgan bir toifa bo'lishi kerakki, ular atrofdagi odamlarni ham uyg'otadi, atrofdagi odamlarga eslatadi kimligini. Voy, tur sen uyg'on. Sen musulmonsan, sen azizsan, sen azizun hakim bo'lgan zotni tarafidasan sen. O'lsang seni jannat kutyapti. Hayotda yashasang aziz bo'lib yashaysan. Dunyo hayotini ahvoli mana shu, sen dunyo uchun mukkasidan ketma, bu qolib ketayotgan narsa hammasi. Hech kimga buyurmagan, senga ham buyurmaydi. Bu o'tirgan mansabing agar buyurganda sendan oldingi odam senga bermasdi buni. Unga buyurmagan uchun senga yetib keldi. Va mol mulk ham xuddi shunday. Mol mulking xuddi shunday. O'lib ketsang, u xotiningga qolsa, xotiningga uylangan erkak uni huzurini ko'radi. Seni topgan narsangni, halolidan, haromidan, makruh mubohidan qilib yiqqan narsangni sen yomon ko'rgan odaming uni huzurini ko'radi. U ham mayli musulmon birodaringiz hali u dushmaningizga qolib ketmasa bu narsa. Bu kimga vafo qilibdiki, siz bilan bizga vafo qilsa bu narsa. Dunyo hayotini Alloh taolo tushuntirib qo'ydi. O'yin kulgudan iborat bo'lgan narsa. Laibun va lahu. Dunyo hayoti o'yin kulgu. Xuddiki buni misolini mana tafsir darslarimizda aytdik, balkim bu narsa tashbihimiz qanaqangi bo'ladi? Dunyo hayotini o'yin deyapti Alloh taolo. O'yin. O'yin degani xuddiki o'yinni bilasizlar, masalan, bir odam podshoh rolini o'ynaydi. Podshoh rolini o'ynaydi, uni qo'liga hassa ushlatib qo'yadi, uni boshiga toj kiydiradi. Butun tillo narsalar, hamma narsa, taxtlar, hamma endi podshoh rolida u odam. Lekin rol tugagandan keyinchi avtobusda ketadi, domda yashaydi o'zi. Ivan Vasilievich mana domda yashaykan deysiz-da ko'r. Bu kechagina Ivan Vasilievich bu o'tirgan odam, bu yerda qarasangiz, bu domda yashaydi bu odam. Bu qani to'n ustidagi? Qani haligi xanjar qani? Yo'q, ular hammasi qoldi yerda. Bular laibun va lahu, bu o'yin kulguydi faqat. Ishonavering, dunyo xuddi shunday narsa. O'zingizni ham ichib oladi, qo'lingizdagi xanjaringizni ham oladi, kiyimingizni ham ichib oladi. Nasib qilsa 2 metrlik surkka o'rab ko'madi. Hech nima qoldirmaydi, hech nima yo'q. Dunyo hayoti xuddi shunday narsa. Faqat ko'zimizga bir yaxshiroq bo'lib ko'rinadi, yam-yashil, totli, mazali bo'lib ko'rinadigan narsa. Buni nechta hadis, oyatlarda bu narsa tushuntirildi. Mo'min odam mana shu narsani tushunadi, o'shanga ko'ra amalini qiladi. Ya'ni bu muhim gaplar hammasi. Shundan men vaqtimiz ham bo'lib qoldi, o'zi bitta nimani aytmoqchi edim. Sakinat sabablari, ya'ni
tezlik bilan aytamiz. Birinchisi, o'zi aslidaki bu sakinat Alloh subhanahu va taolo tarafidan beriladigan ne'mat ekan bu. Lekin buni kasblik tomoni ham bor. Odam harakat qilsa bo'ladigan. Birinchisi, inson Allohni Robb deb rozi bo'lish kerak. Kim agar Allohni Robb deb rozi bo'lsa, islomni dinim deb rozi bo'lsa, Rasulullohni rasulim deb rozi bo'lsa, Alloh unga iymon halovatini tattiradi. Ya'ni iymon halovatini tatgan odam mana shu odam bo'ladi. Birinchisi bu. Ikkinchisi, ishni Allohga topshirib qo'yish. Bu tavakkal bu. Ya'ni bu birinchiga bog'liq narsa. Allohni Robb deb rozi bo'lgan odam ishini Allohga topshirib qo'yadi. Va u odam aniq Alloh subhanahu va taoloni ixtiyor qilgan narsasi yaxshilik deb qabul qiladi. Bu taqdirga bo'lgan iymon. Ana o'shanday bo'lsa xotirjam bo'lasiz. Ya'ni Alloh xohlagani bo'ldi. Unday bo'lsa bunday bo'lardi, bunday bo'lsa bunday bo'lardi demaysiz. Agar shu iymon mustahkam bo'lsa odamda o'z-o'zidan xotirjamlik keladigan narsa. Uchinchisi, Alloh taologa aloqani yaxshi bog'lash. Alloh bilan doimiy inson aloqada bo'lishi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bir ish bo'lib qolsa namoz o'qirdilar deyilgan. Agar bir ish muammo bo'lib qolsa namoz o'qirdilar. Doim namozda, ibodatda, zikrda bo'lishlari. Va to'rtinchisi, Allohning sunnalaridan biri qiyinchilik bilan yengillik birga bo'ladi dedi-ku. Bilingki, qiyinchiliklarda albatta ochilishi bor, har qanday kechani kunduzi bor. Bugun qorong'i bo'lsa, ertaga quyosh chiqadi inshaalloh. Mana bu narsaga ishoning. Ala inna nasrallohi qarib deyilgani kabi bu ma'nolar, ya'ni tez aytib ketyapmiz, lekin ichto'la ma'no har bittasiga bitta to'xtalinadigan o'zi. Zotan bular haqida ko'p gapirdik. Beshinchisi, Alloh subhanahu va taoloni eslash. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar Allohning zikri bilan xotirjam bo'ladi va Qur'on tilovati. Usayd ibn Hudayrni Qur'on o'qishiga farishtalar kelib quloq solganligi, ya'ni o'qib turgan nimalarda nimadir ko'tarilib ketganligini ko'rib Rasulullohga borib aytganlarida bu sakinat edi. Alloh taolo tushirgan sakinat edi degan. Ba'zi rivoyatlarda uni maloikalar degan. Demak, maloikalar sakinatni olib tushgan degani. Qur'on tilovati. Mana hozir namoz o'qiganda sakinatni his qilasizlarmi? His qilasiz. Ya'ni Qur'on tilovati bo'lgan paytda, namoz o'qigan paytda odam sakinatni, xotirjamlikni his qiladi va yana mana shu darslar ham o'sha sabablardan biri. Ilm halqalari, masalan, ilm o'rganish odamda, ilm bo'lsa, ma'rifat bo'lgandan keyin odamda tushunadi. To'xta, bu haqiqatdan biz qo'rqib yurgan yoki biz maqtab yurgan, ulug'lab yurgan odamlar o'zi taki puchku, nimasdan qo'rqasiz ularni? Aslida Allohdan-ku hamma narsa. Mana shu narsani odamlarga bir ozroqgina yetishmayotgan joyi bor-da. Ana shuni tushunib olsa keyin odamlar keyin boshqacha harakat bo'ladi. 6-inchisi ilm, 7-inchisi huquq va vojibotlarni joy-joylariga qo'yish. Mana bu ham xotirjamlikni beradi. Odam birovni haqqini yeb yurishi bu tinchlikni buzadi. Ya'ni nohaq qon to'kmaguncha odam xotirjamlikda yashaydi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Nohaq qon to'kdimi odamni tinchi buziladi. Yoki birovni haqqini yedingizmi, siz uxlaysiz, lekin mazlumni ko'zi uxlamaydi. Tanamu va aynul mazlumi lam tanami deganda sen uxlaysan, lekin mazlumni ko'zi uxlamaydi. Kechani qorong'usida 2 rakat namoz o'qib sizda haqqingizga duoibat qilib yorsa, ya'ni nimalar bo'ladi? Ana shuning uchun qilishimiz kerak bo'lgan, o'zimizni vazifamiz bo'lgan ishlarda qaysi bu oilaviy masala bo'ladimi? Robbimiz bilan o'zimizning o'rtamizda bo'ladimi? Birodarlar bilan birodar o'rtasida bo'ladimi? Qo'shnichilikda bo'ladimi? Haqlarni ado qilishimiz. Va 8-inchisi odamlarga yaxshilik qilish. Bu ham haqiqatan odamga xotirjamlik beradi. Shu orada vaqtimiz bo'lsa ham tezlik bilan aytaman. Shayx Muhammad Hassan hafizahulloh bir aytib bergan bir hikoya bor edi. O'zlarining nimasida shahrida bir boy odamni aytadi. Yuragi kasal bo'lib qolib, Angliyaga borib turib, Angliyada u odam tekshirtirganda doktorlar aytibdiki, tezlik bilan yurakda operatsiya qilish kerak degan. Yurak tiqilib yotibdi degan, tezlik bilan operatsiya qilish kerak. Uyga ketsa yo'q degan doktor. Mumkin emas sizga yurish degan. Yo'q, men ketmasam bo'lmaydi, uydagilar bilan xayrlashib kelishim, men bu niyatda chiqmadim deb qo'ymay, zo'rlik bilan kelgan. Kelib uyga kelgandan keyin uydan chiqib bir havo olaman deb tashqariga chiqib o'tirsa, uyning yaqinida go'sht do'koni bor ekan. Hali go'sht do'konida go'shtni qassob go'shtni chopgan paytda go'shtdan sachragan suyakchalari yerga nima qilganda bitta ayol, yosh kattaroq bir ayol bir nimada sarafan idishga haligilar terib solib yuribdi dedi oyoq tagidagi suyakchalar. Uzoq vaqt kuzatib o'tirgan bu kishi. Keyin borib ayol chaqiribdi, nima qilyapsan deb. Aytibdiki, men uyda 6 ta yetim bolam bor.
umuman biz go'sht olishga pulimiz yo'q, o'shalarni olib borib qaynatib beraman, hamma go'sht nimasini bersin deb degan. Haligi odam endi boy odam, o'sha paytda qassobga aytibdi 2 kilo go'sht kesib bermang hisobimdan degan. 2 kilo go'sht kestirib beribdi, 1 yilmi 2 yillik pulini qassobga aytibdi, men muqaddam oldindan senga berib qo'yaman, har hafta kelib olib ketasiz sendan go'sht degan. Haligi ayoldi. Shu payti haligi ayol bechora yig'lab qo'lini ko'tarib duo qildi deydi. Ana u ayolni holatini ko'rib yuragi ochilib ketdi-da odamni. O'ziga, ya'ni shu haligi bu yaxshilik qilgan odamni nimasiga Alloh xotirjamlik berishi ham hissiy ham ma'naviy. Keyin bu odam doktorga yana qaytib Angliyaga borsa, doktor hayron emish, nima bo'ldi deymish. Mumkin emas bunday bo'lishi. O'sha odam senmisan? Ha, menman. U senga bu holat boshqacha edi. Nimadir o'zgarish bo'lganmi? Top-toza hech nima kerak emas senga debdi. Ya'ni mana bu bo'lgan voqea bu. Tarixiy bo'lgan voqea. Ya'ni odamlarga yaxshilik qilish ham odamga bir xotirjamlik, tinchlik, xotirjamlikka sabab bo'lar ekan. Bu hammada bor bo'lgan nimasi, tajriba, har kim o'zini boshidan o'tkazgan bo'lsa kerak. Va oxirgisi 9-inchisi Alloh taologa yolvorib duo qilish. Ya'ni duolarda mana hadislarda keladi, bizga sakinat tushirgin, xotirjamlik bergin deb turib Alloh taolodan ofiyat, tinchlik, xotirjamlikni so'rash. Bu ham ya'ni bu maqsadlardan biri. Mana shularni inshaalloh agar odam yaxshilab bajarsa, odamlar tahlikada yashab o'tgan paytda siz xotirjam yashaysiz. Odamlar nima qilishni bilmay yurgan paytda Alloh taolo sizni ko'zingizni, qalbingizni ochib qo'yadi. Yo'lingiz nurlik bo'ladi. Ya'ni bu juda katta ilm bu. Foydali ilm mana shu narsa. Bizga hayot qisqagina hayot bir sanoqli kunlar berilgan. Qachondir bizning umr daftarimiz yopiladi. Hammamizniki, ya'ni kimniki qachon bilmaymiz. Alloh taolo barakali umr bersin hammamizga. Lekin o'sha umrdan samarali foydalanib qolishga sabab bo'ladi bu narsalar. Dovdirab nima qilishni bilmay umrini o'tkazib yuborgan odamlarni ko'rdik. Ahli ilm bo'lib yurgan odamlar qo'rqqanligidan hech narsa qilmay umrini o'tkazib yuborganligini ko'rdik. Alloh o'shanday qilib qo'ymasin hammamizni. Ya'ni boricha imkoniyatimiz boricha hali yotib qolguncha otib qol deydigandek bu narsani to'g'ri ma'noda talqin qilishga Alloh o'zi tavfiq bersin hammamizga. Alloh taolo diniga yordam bersin, dinga yordam beradiganlardan qilsin, hammamizni sababchilardan qilsin, Firdavs jannatlaridan nabiylar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan hammamizni birga qilsin. Allohumma amin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.